Men bugun shahardan kelayotganimda hamma narsamni talonchilar to'lab ketdi desam ishonmanglar. Ular yo'lda ekan va men hozircha o'zim bilan bir 4 ta yana narsa olib keldim. Menimcha narsalarimni yuk mashina bilan olib kelsa. Bu bittagina izamrudim yo'lkiraga qolgani ketdi. 3 ta edimi, 4 ta edi. Bu esa qolgan narsalarim shu yerda yotgan va buni kimdir taylab ketgan. Demak, uyimga kimdir kirgan desam bo'ladi. Va men yo'qligimda kimdir bu yoqqa ko'chib ketdi va bola ozgincha qotish bor Minecraft'imdami yo mod ko'p mod ko'p qo'shganimdanmi bilmadim. Xullas qotyapti. Shunga bola yangi qo'shnimiz bilan tux xullas kalam. Qarang. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hozir ertalab to'g'rab oling. Xo'p, mayli, sizga qilib bermayman. Uyingizni ko'rsam maylimi? Ha, faqat kravatga oldiga yaqinlashmang. Xo'p, mayli, nimagadir maylish. Mayli, to'xtinglar. Nima bu? Sinami bo'la. Tezroq ko'rmoqchimisan? Men ishim bo'ldi, siz ketavering. Hozir to'xtangchi, hozir. Bola, ko'rdinglarmi? Sunmoq bor ekan. Va buni ichida nima bo'lyapti mana? Menga nima bo'lyapti? Va bu xuddi narsalar. Va mayli bolalar mayli. Lekin kravatdagi nima? To'g'rilab keting. Xo'p. Yaqinlash olaman. Boladagi narsa bor ekan. Hozir mayli. Xo'p, mayli, yaxshi bo'lib keling. Va bola yaxshi. Va mana hozir agarodimni mengacha mana u jitilga topshirib yuborishibdi. Nokas jitil. Mana agarodimni olib qo'ydi. Mana agarotchi bo'lmoqchi edim. Afsuski, meni mir dabba mir meni uyimni berib yuboribdi. Sabal bo'ldi. Xullas kalam bolalar, meni uyimni berib yuboribdi. Xullas kalam. Uyim nima sening narsalarimmi? Chunki bu uy meni nomimda. Xullas kalam bolalar. Ko'rganinglardek, uni uyiga kiramiz. Va u hozir ishim bor dedi. Bola, hozir men narsalarimni tayyorlab oling. Mana hozir yashagan joyim bor, bilasizlar. Hozir bola. Mana bola, men xulashganman, tayyorman. U ketishini poylab o'tirdim va u ketdi. Va menda soxta yangilangan oltin. Soxta yangi xulashgan shu bor va jitlar ko'rmasdan avval biz uni yerto'lashtirib olamiz. Va hech kim yo'q. Qilsa bo'ladi. Yugur. Qo'rqmasa bo'ldi. Yo'q. Bilganimdek o'zim. Dahomanda va endi tezroq bo'lish kerak. Va eshik ochiq. Demak yo'q. Aynan bilib kirib kelganman. Nima blokni bo'lish unchalar qiyin bo'lyapti. Ana bo'ldi bola. Nima g'usiba deb bo'ldik. Va nima bu? Hech nima yo'qmi? Hozir bola u xatni o'qib kalit. Bu yerda hech nima yo'q. Mayli, bitta hech nima bo'lsa ketaylik. To'xtanglar-da. Bu yerda hech nima yo'q. Va aytganimdek, qaranglar ularni ufaq. Meni qo'shnim boy ekan. 1-4 tani olib qo'ysay. Hech kim hech nima demaydi bolalar. Bo'ldi. Kamayib qolmaydi, boydan teshilmasin. Bo'ldi, bolalar ket. Kattani ham joyiga qo'yamiz. Va bo'ldi. Buni buzib ketaveradi. Ana bo'ldi. Ana endi o'rtadamda. U kalta shu to'qildirganda biz bolalar hech nimaga teginmadik. Va man bola, sizlar obunachilar yozmanglar kommentariyaga buni. Masalan, bu qildi deb yozmanglar. Uni o'zi yo'qolib qoldi deb o'ylaylar. Lekin u bilib qolsa yomon vahshiy kanishni bo'lib ketadi.
Marazi bu. Boydan teshilib chiqsin. Nima bo'lyapti? Balkim bola u sezmas. Axir u jarayonroqku. Lekin jarang deganim bilan u polni jarang bo'lib qolmas. Vaqt bo'ldi bola, tezroq ketamiz. Ya'ni soxta oltin olmani men nima uchun oluvdim? Jitillarni aldash uchun. Ya'ni men kirib ketayotganimda jitillarni ana qilayotganda mana haqiqiy oltin olman. Vashcha menda qimmat turadi. O'zi bu 32 tasi ham anchagina narsa turadi va bu juda ham ajoyib bo'ldi. Endi men qo'yman. Bola, mana skinga e'tibor bermanglar. Skinni keyingi videolarda to'g'ri olaman, maylimi? Bu bola. Buni bo'lib qo'yinglar, tezda. Yaxshi. Men uyga ketaman. Nima bu? Mayli, xuloskelam uyga boramiz. Qanday uxlaymiz? Yo, Stron obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar bilanman. Bo'yman. Va men o'zimni shunaqa oddiy skin bilan uxlaman. Va menda maxfiy joy bor. Va buni hech kim bilmasligi shart. Faqatgina Stron obunachilari biladi. Tushundinglarmi? Ozgincha Minecraft baglari va qimirlayotganmidi? Men boshqacha qo'yganim shekilli. Mayli, balki adashgandirman-da. Va kalit ham o'z joyida. Xat ham o'z joyida. Bu chalg'itish uchun aslida. What? Qanday gap? Kamayib qoldi? What? Shuncha mana olmasam? Yo'q. Kim qilgan bo'lishi mumkin? Bugun o'zida faqat bilmadim. Yopamiz. Bo'ldi. Kalitni bu yerda qoldirmasligim kerak edi. Mayli. Menga ko'p bilinmaydi, ammo o'g'irlagan odam yana o'g'irlasa-chi? Mayli, lekin bu safar ham kechiraman, lekin keyingi safar kechirmayman. Hammaga xayr, sizlar bilan men bo'yman. Obuna bo'lib qo'yinglar Stron kanaliga. Go! Agar u 1K bo'lsa, agar konkurs o'tkazadi. Ya'ni 200 ta obunachilik konkurs. Unda siz tekinga reklama, banner avatarkalar olishingiz mumkin. Va uni o'zi pulga yasatib olib beradi sizga. Uni eski avatarkalarga o'xshamaydi. Shu uchun banner avatarkalar ham bo'ladi. Top 10 tani ichida. Go! Hatto kanallar ham bor. Go! Agar Stron 1K bo'lsa, sizlarga eng katta konkurslardan o'tkazadi. Minecraft'lar botmi? Yo'q. Minecraft'lar ham konkurs o'tkazadi. Endi tushundinglarmi? Xullas shuning uchun Stronga tezroq biza 1K obunachi padriga qilamiz. Go! Uni qo'yinglar. 11 ka tomoshabindan. Nima 1K tomoshabin chiqmaydimi? Go bolalar.